Xo'p, qadrli do'stlar, bugungi obzorimizda o'sha ko'pchilik kutgan Jack Sandray bo'ladi. Ko'pchilik o'ylantirgan yakka ballon. Oldin qo'sh ballon chiqqandi, hozir yakka ballon chiqyapti. Qanday bo'ladi desa, bu sistemasi shunday bo'ldiki, O'zbekiston standartiga moslashdi, bu bir. Ikkinchidan MERS sistema bo'ldi. Ya'ni MERSdan o'g'irlangan. Ko'rib turibsizlar, o'sha yakka ballon tartibida chiqarildi. Xo'p, mashinamiz 2 atmosferli motor, 191 ot kuchi, rasxodi 8 tadan maksimal 13 tagacha rasxod qiladi. Hozir yangilangan versiyasida shunday narsa bo'ldiki, o'rindiqlar soni qisqardi. Oldin 21 talik chiqqan edi, hozir bu 16 talik chiqyapti. Ya'ni 15+1 ko'rishinglar mumkin. Boshqa deyarli unaqa katta o'zgarish bo'lmagan 2026 variantida. Xo'p. Bitta ko'rsating, mana hozir bir qator ma'lumot berib o'tamiz. Tak, oldingi 21 kishilikdan farqi nimada degan akalarimiz uchun. Xo'p. Bu modelimizda hozir klimat upravleniyasi oldin hamda bo'lardi. Kattagina ko'pgina o'sha knopchnik bo'lardi. Hozir takoy o'sha udobniy qilib upravlet qilishlarini oson qilib qo'yishibdi. Endi mana bu yerda yana bir 3 dona upravleniyaga moslashtirilgan knopkalar joyi bor. Qanaqadir yangilik qilaman degan akalarimiz uchun qilsa bo'ladi. Aslan u qismida unaqa o'zgarish yo'q. O'sha заводской registrator bilan chiqqan. Boshqa hech qanday o'zgarish yo'q. Bu yerda ko'rgan bo'lsalaring, shofyor akalarimiz oldin 2 kishi ketardi. Hozir shuni qisqartirib bittalik qilib qo'yishgan. Ya'ni standart. Baytdan oldin o'tib bo'lmasdi. Naborida komplektatsiyasidan shunaqa kulishli naborlari ham chiqadi, ko'rishinglar mumkin. Bu ham shu videoga shu joiz. Xo'p, endi bu yerda qanday o'zgarish bo'ldi degan ekanimiz uchun mana bunaqa podnoshkani qo'yishgan, podruchnik qo'ygan, держательda. Bu yoshi katta insonlar uchun yoki nogironligi bor aka-opalarimiz uchun o'sha qiyinchilik tug'dirmasin degan maqsadda qilingan. O'sha buni ushlab bemalol foydalansa bo'ladi. Endi xo'p. Ko'rib turibsizlar, sidenalarimiz o'sha samolyot sidenasiga o'xshaydi, podruchniklari bor. Taqiy danni yo'lga bemalol ketsa bo'ladi. Liniyachi akalarimiz hozir ko'pchilik so'rayapti. Xudo xolasa bu qayta jihoz ustida ham ishlarimizni olib boryapmiz. Agar shunaqa ruxsatnomani olsak, xudo xolasa qayta jihoz qilib yana 21 kishilik qilib foydalansalar ham bo'ladi, lekin mashina bemalol 21 kishini o'zga qidira oladi. Oldingi nimasida 21 kishilikda ko'rgan bo'lsalaring, bu yoqda bitta taburetka, ikkita, 3 ta hamda mana bu yerda 4 ta edi. Bu 5-inchisi. Ya'ni sidena bo'lganda 5 ta sidenani joyi qisqargan. Shu sababli 15+1, ya'ni O'zbekiston standartiga javob beradigan bo'ldi. Har bitta passajirlar uchun ko'rib turibsizlar, yuqorida deflektorlar mavjud. Klimat upravleniyasi moshina ishlaydi. O'sha oldingi sistema. Xo'p, yana qanday o'zgarish bo'ldi degan akalarimiz uchun avariyaning marotoklarimiz bir kimdir olganlar bunaqa sistema qilib qo'yishdi. Shu sistemadan, ya'ni avariyaning zvuk foydalansa bo'ladi. Xo'p, monitorimiz ko'rib turibsizlar, monitorimizda takoy ochiladi, yo'lovchilar uchun mana kattagina monitor foydalanib ketsa bo'ladi, konsertlar yoki qanaqadir nimalarni ko'rib. Xo'p, bu yerdan adashmasam upravleniyasi bor, mana monitorga qarasalaring. Mana sensorni upravleniya qilib qo'yibdi. Bu yoqda bo'lsa, xo'p, USB portlash hamda chip tushadi. Endi ko'pchilik biladi. Keyin HD o'sha HDMI kabellarimiz ham tushar ekan. Xo'p, ko'rib turibsizlar, boshqa o'zgarish yo'q. Deyarli yo'lovchilar uchun, asosiysi yo'lovchilar uchun komfort oshgan. 21 kishilik to'g'ri, marta oxiriga o'tish ozgincha muammo bo'lardi. Hozir mana ko'rib tursa, bemalol yursa bo'ladi salonda. Bitta odam bemalol yursa bo'ladi. Ma'lumot to'g'ri aytaman, bo'yim 1.70, patolog ko'rib turibsizlar, 1.80 dan 75 gacha bemalol tikka turib yursa bo'ladi. Oldin bunaqa qulaylik bo'lmagandi, to'g'risi. Gapni ochig'i, yo'lovchilarimiz ozgincha qiynalgandi.
Chunki sidinaning orasidan o'tish, kimdir bezovta qilib o'tish. Bunda ham xudo xolasa endi davlatimiz tomonidan qayta jihozga yana ruxsat berilsa, yana o'sha 21 kishilik qilib yo'qqa taburetkalar chiroyli qilib yasab foydalansa bo'ladi. Asosan shu yo'lovchilarning xavfsizligi o'ylangan. 3-4 so'm foydasidan kechirilgan to'g'ri, lekin ko'rib turganlaringdek bir shinamgina cho'tki modelga aylandi. Narx navosini so'ragan akalarimiz uchun narx navosi oldin 400 milliondan ziyod edi. Bu narxi hozir 397 million so'm tashkil qilyapti. 30% boshlang'ich to'lov bilan, ya'ni bir pochka bilan bemalol kesalarni chiqarib beramiz mashinani. 1 yildan 5 yilgacha xarid qilsa ham bo'ladi. Yoki naqd ko'rinishida pullarni qabul qilaveramiz. Shu rassrochka yoki nasiya to'lovlari hali bu modelimizga ochilgan afsuski. Qanaqadir yangiliklar bo'lsa, sirazi sizlarga xabardor qilamiz. Xo'p, manzilimizni ham bitta ko'rsatib o'tayim bo'lmasam, xo'p. Manzilimiz Tantana chorrahasi, ya'ni bu yoqdan kelsalaring, shahardan kelsalaring, Tantana chorrahasi. Registon tibbiyot texnikumi ro'parasida joylashgan Jack Motors Farg'ona filiali. Xo'p. Vodiy bo'yicha eng katta assortiment bizda ko'rib turganlaringdek M3, M4. Umuman muammosi yo'q. Pikap hattoki R8 qiziqqan akalarimiz bo'lsa, marhamat, pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa cho'tki qilib, hamma ishlarni bir kunda shartnoma bitirib beramiz. Harakat qilamiz bir kunda bitirib berishga.